Lipochkalar bor, lipochkani ko'chirib tashlayverasizlar. Qanday qayerdan? Muzrabat rayoni. Muzrabotdan. Bizga jak M3 ni topshiryapmiz. Mashina yuboraversin babo. Qulluq. Xudo mana bonusdan qilib berdik. Sizlarga ham ishlaring rivojini bersin. Doim mana shu savdolaring oldiga ketaversin. Alloh akbar. Bobojon, bitta savol. Ko'pchilik so'raydi-da. Menejerlar yaxshi xizmat qildimi? Kutib olishlar qanday bo'ldi? Bundan ortiq nima qilsin endi bizda? To'lovlar yaxshi bo'ldimi, vaqtida bo'ldimi? Vaqtida bo'ldi. Mashina ko'rdingiz, tekshirdingiz. Men sizni eshitdim. Eski shofir ekansiz. Isuzu haydagan ekansiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shu yoshingizgacha baribir texnika bo'yicha siz chiqqan. Mashina to'g'risida fikringiz qanday? Yaxshi mashina. Men buni 3 kun oldin aylanib ko'rib ketganman. Aha. Yo'qdi sizga. Ma'qul keldi. Yo'qman uchun bolalarga aytib shuni olasan dedi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa sizga ham sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, albatta. Inshaalloh shunday bo'lsin. Inshaalloh. Xudo xolasa mashina tagidan shamolat yursin. Albatta sizga ham yaxshi kelib xizmat qilsin. Aytganingizni uzog'ingizga yaqin qilib, uzoq yilga xizmat qilish nasib qilsin. Sizga ham jakemuchlar rassrochka asosida yoki qulay shartlar asosida qiziq bo'lsa, pastki nomerga telefon qiling. Operator to'liq ma'lumotlar berishadi. Xolasa bobomizga o'xshab sizga xursand qilib, zo'r bonuslar bilan chiqarib beramiz. Bobojon, muborak bo'lsin yana bir bor. Tagidan shamolat yursin.